Bir buxorolik Kobulda yuradimi, nimada yuradi bu ayol bilmayman-da. Nimalarni, o'qituvchilarni, doktorlarni, nafaqadagilarni bo'lmaydi. Ular zarar kunanda oyligini kamaytirib tashlash kerak, pensiyasini, pensiya olmasligi kerak, ular deb gapiribdi. Ertalab ko'rdim shuni videosini. Bu bemiya, miyasi yo'q, tovuq miya. Agar o'qituvchilar bo'lmasa, sen qanday shu darajaga yetayding? Atayingda minib turgan mashininggacha shu o'qituvchidan olgan sabog'ing uchun minib yuribsan. Tushunyapsanmi? Erta anaqa baland kasal bo'ladi, boshqa o'zing kasal bo'lib qolasan. Kim o'sha doktorlar qaragan? Sani ota-onangga qaragan doktorlar bor. Hozir pensiyada yotdi. Ota-onangdan minnatdor bo'lgan shularga, tushunyapsanmi? Bir umr duo qilib o'tgan bo'lishi mumkin. Sen hech qachon doktorlarni, nimalarni, o'qituvchilarni gapirma. U nafaqadagilar o'zini xizmatini qilib bo'ldi. Davlat uchun ham, xalq uchun ham, hamma narsa uchun o'zini xizmatini qilib bo'ldi. Sen kimsan? Sen davlatga nima manfaat keltiryapsan? Bir davlat ishida ishlayapsanmi? 4 ta odamni o'qitdingmi o'qituvchilik qilib yo boshqa qilib yo doktorlik qilyapsanmi? Ko'chada yurgan bir taksisan. Tushundingmi? Taksiligini qilib yuraver, mana bunday g'unchaday qilib qisib turib, sen nafaqadagi, pensiyadagi o'qituvchilar boshqalarga gapirmagin. Sen ularning yoshiga yet birinchidan. Ularda malakang, mana bu miyang ishlasin, sen eshak miyani, undan keyin gapir. Prezident qancha narsani gapiryapti? Nima uchun bularning oyligini ko'tardi prezident? Demak, o'sha xalqqa xizmat qilib qo'ygani uchun. Nima uchun doktorlar oyligini ko'taryapti? Qancha xizmat qilgan xalqqa, nechta odamlarni davolagani uchun. Men minnatdorman. Doktorlardan ham, o'qituvchilardan ham minnatdorman. Kasal bo'lgan paytim davolaydi. Iloyim mingga kirsin shular. Mana shu darajaga yetib, mana shu remontlarni qilib, plus minusini qo'shib, pulni ishlashim uchun, hisob-kitobni bilishim uchun, mana uylarni chiqarishim uchun remontini qilib turib, o'sha maktabda olganman darsimni. Tushunyapsanmi? Maktabda olganman. Uyda o'tirib la qilib olmaganman. Shunday. Bu narsalarni shu uchun minnatdor bo'lish kerak. Hech qachon birovni yomon deb chiqmagan. Iminda mana bu xalqqa xizmat qilgan odamlarni yomon deb chiqmagan. Sen bu ishing uchun bari javob berasan sen. Bu gaplaring uchun, bu aytganing uchun sen o'ylama javob bermayman deb. Javob berasan. Tushunyapsanmi? Seni bo'yningga ham qo'yib beraman. Sen bilan uchrashib gaplashishdan ham qo'rqmayman. Men Muborakda turaman. Buxorodan Buxoroga ham borib beraman. Libojoga ana shu iminda mana shu xatoingni bo'yningga qo'yib berish uchun seni. Sen o'qituvchilarni gapirmagin hech qachon. Doktorlarni ham gapirma. Xo'pmi? Noto'g'ri sanaka umuman. Qara ko'zingga qaragin. Ayolliging qilib yur.